Hurmatli kuzatuvchilar, Zuhriddin bilan o'zish proyektimiz davom etibdi. O'z trenirovkadagi kardioda. O'zuvchilar uchun ma'lumot, trenirovkaning oxirida 40 minut, yarim soat yurish kerak. Tush to'g'risida Visin bilali uchun. Ko'pchilik faqat yursam ozaman deydi. Naborot, trenirovka qilsani ko'proq kuch yo'qotasizlar. O'zish uchun ko'p kuch yo'qotish kerak. Yurganda misol 200 kaloriya ketsa, trenirovka qilganda 500, 1000 gacha sarflashingiz mumkin. Trenirovkaning boshida ham ko'p yurib bo'lmaydi. 10 minut yuriladi, trenirovka qilinadi silovoy, keyin yarim soat 40 minut yuriladi. To'g'risiga chiqchi. Hop. Mes mana 90 ga tushibdi. Bugun chisla 27. Qalay holat? Yaxshimi? Yaxshi. Kuzatishda davom etisizmi? O'ylashda davom etinglar. Bo'lsangiz. Sho'li marafon